Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nachukboy. Ya'ni shu bugungi videorolikimizda Monik ilovasidan registratsiya qilgani uchun 20 ming so'm bonus pul olishni o'rgataman. Bu Monik ilovasi Ipak yo'li bank tomonidan ishlab chiqarilgan. Ya'ni Ipak yo'li bank nimasida asos soladi. Короче, registratsiya qilib, sizlarga 20 ming so'm olishni o'rgataman. Monik ilovasini registratsiya qilish uchun men Telegram kanalimga o'tasizlar. Telegram kanalim boyagidek Nachukboy Gaming. Video описанияsi bilan kommentariyada Telegram kanalimning silkasini qoldiraman. O'tib, mana shu havolaga bosib ro'yxatdan o'tasizlar. Agar havola orqali kirmasanglar, sizlarga bonus bermaydi. Mani qo'shni do'stim havolaga bosgan, lekin shartni to'liq bajarmagan. Havolaga bosib ilovani yuklab olish kerak. Yuklab olgandan keyin yana havolaga bosib registratsiya qilish kerak. Mani tanishim, o'rtog'im, qo'shnim esa havolaga bosib ilovani yuklab olib, to'g'ri ilovadan registratsiya qilgan. Shuning uchun unga bonus bermagan. Bonusni shu olish uchun aytganimdek qilasizlar. Silkaga bosib yuklab olasizlar. Yuklab olgandan keyin yana silkaga bosib registratsiya qilasizlar. Hozir men yuklab olingan, silkaga bosaman. To'g'ri kirib ketadi. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish knopkasi bor. Mana ro'yxatdan o'tish knopkasiga bosasizlar. Keyin bu yerga nomeringizni yozasizlar. Hozir men bu yoqqa kiritib turay. SMS kod keladi. SMS kodni ham yozasizlar. O'zi yozilib ketadi. Keyin pin kod yozasizlar. Pin kod yozsanglar, sizlarga bonus, SMS kodni yozgandan keyin pasport ma'lumotlaringizni kirib, identifikatsiyadan o'tasizlar. Identifikatsiyadan o'tgandan keyin ilovaga pin kod qo'yasizlar. Pin kodni yozib, ilovaga kirasizlar. Mana ilovada men o'zim pul yechib kelganman. Mana bu yerda mana tushgan pullar bor. Yechib olganlarim. Mana 140 ming, 80 ming yechib olganman. Jami to'plagan pullarimni hozir ko'rsataman. Hozir balansda 100 ming bor. Jami 700 ming so'm pul ishlaganman. Sizlar ham do'stlaringizni taklif qilib, havola orqali, mana bu yerda havola bo'ladi. Havolada taklif qilib, har bitta do'stingiz uchun 20 ming so'm ishlaysizlar. Mani silkamdan kirganlaringiz uchun ham 20 ming so'm beradi. Pulni nima qilgandan keyin kartaga o'tkazish knopkasini bosasizlar. Keyin bu yerga pul miqdorini yozasizlar. Men 50 ming so'm yechib olaman hozircha. Mana bonus yo'lda. Tayyorni bosamiz. Mana bu yerda Monik ilovasining o'zining virtualniy kartasi bo'ladi. Sizlar bonus hisobingizdagi pulni kartaga o'tkazma qilganlaringizda Monikni o'zini Visa kartasiga tushadi. Visa kartasiga tushgandan keyin mana tushdi. Pul o'tkazish knopkasini bosasizlar. Pul o'tkazish knopkasi. Keyin bu yerga karta nomerlaringizni yozasizlar. Men hozir yozib qo'yganman. Mana avvaldan turgan, 50 ming so'm o'tkazamiz. Hozir men sizlarga birinchi kartamda necha ming so'm turganini ko'rsatib olay. Keyin tushmadi. Bunaqa aldamchi ekan deb. Mana do'stlaringiz taklif qilsanglar, mana shunaqa 20 ming so'm bonus beradi. Mani havolam orqali o'tsanglar ham sizlarga 20 ming so'm bonus beradi. Havolam orqali o'tinglar, agar o'zlaringiz 20 ming so'm ishlamoqchi bo'lsanglar. Hozir ko'rsataman. Mana shu ovoz menga yoqib qoldi. Sababi har safar pul tushganda, do'stlarim qo'shganimda miau deb keladi. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'tay. Tushgan pullarni 80 ming yechib olganim bor edi. Hozir 80 ming, 140 ming. Hozir shuni hammasini ko'rsataman, nechanchi sanada yechib olganim. Hozir ishlasin, internet yaxshi ishlamayapti.
ishladi. Короче, hozir ko'rsataman. Qaniydi? 80 ming. Mana 140 ming boyaga ilovada ham yechib olganman. Soat 17:00 da. 17:00 mana Munixdan menga tushgan. Mana Munix deb yozilgan. 140 ming so'm Munixdan tushgan. Hozir yechib olgan sanamni ham ko'rsataman sizlarga. Ishonmayotganlar uchun 140 ming so'm mana. Bana bonus chiqarish, короче, mana 17:00, salkam 17:00 ga yaqin qiymatlashtirish olib kartaga chiqarilgan. 2 minut zaddeshga bo'lgan, 2 minut zaddeshga 140 ming so'm mani kartamga tushgan mana. 17:00 da mana 2 minut zaddeshga bo'lgan Munix ilovasidan tushgan mana Munix. Ishonmayotganlar uchun ko'rsatib berdim. Hozir kartamga pul yechib, sizlarga tushganini ko'rsataman hozir. Mana hozir mana bu kartamda 420 ming so'm bor. Faqat men shu kartamga chiqarib olyapman. Munixdagi. Aytgancha bu hech qanday qimor emas, безопасный, halol ishlaysizlar. Faqat shu registratsiya qilasizlar. Bu ham esinglarda bo'lsa, agar eshitgan bo'lsanglar, Uzum bank karta zakaz qilganlar uchun 40 ming so'm bonus bergandi. Bu ham xuddi shunaqa. Xolos mana 420 ming so'm pul turibdi. Hozir yechib olganimdan keyin kartaga o'tkazganimdan keyin mana bonusdagini Mavetga o'tkazdim. Endi narigi kartamga 50 ming so'm pulni o'tkazamiz. Mana kartaga ketyapti. O'tkazma ketdi, tayyor. 120 ming so'm edi. Mana o'tkazma ketdi, miau. O'zi yechib oldi, o'zi pul ham tushdi menga. 420 ming edi. Hozir ko'ramiz. Mana pul tushdi. Qani? 50 ming so'm tushdi mana. Jigarlar 470 ming so'm. Ko'z oldinglarda sizlardan pul yechib ko'rsatdim. Xolos, shunaqa qilib registratsiya qilasizlar. Video boshida ko'rsatganimdek. Telegram kanalimni silkasini mana shu video tagida va kommentariyada yozib qoldiraman. Kanalimga o'tib, silkani bosib, havolaga bosib, ilovani yuklab olib, ilovani yuklab olgandan keyin yana ustidan bosib registratsiya qilasizlar, keyin sizlar ham pul ishlayverasizlar. Mana hozir ko'zinglarning oldida pulni yechib olib ko'rsatib berdim. 420 ming so'm. Boya 420 ming so'm edi, hozir 470 ming so'm bo'ldi. Yana kelaveradi, xolos ishlayverasizlar pullarni shaqirdatib. 2 kunlik natijam bu, 2 kunlik. Xolos hammaga omad. Sizlar ham pullarni bosaverasizlar. Eng asosiysi halol, ishonchli. Hozir men sizlarga Ipak yo'lini nimasini ham isbotlab beray. Безопасный Ipak yo'li ekanligini. Agar havola orqali kirmasanglar aytib qo'yay, sizlarga bonus bermaydi. Har doim havola orqali kiringlar. Mana premaketga Munix deb yozsak ham mana JSKB Ipak yo'li bank tomonidan ishlab chiqarilgan. Keyin Ipak yo'lini o'ziga kelsak ham mana Ipak yo'li JSBK Ipak yo'li. Bu безопасный jigarlar, mana bu yerda ma'lumotlari ham bor. Marketing Ipak yo'li bank. Bu Ipak yo'li bank tomonidan asos solingan loyiha. Xullas, sizlar ham pul ishlayverasizlar, bosaverasizlar jigarlar. Kanalga o'tib, havolaga bosib registratsiya qilasizlar. Hammaga rahmat.